yıldız neyim degan chiroyliq ha? Rostla bek chiroyliqkan. Hay, sen yulduz balo egasini olganmi? Yıldız balo degan kim? Rivoyatlarda aytilishicha, burunning burnusida yulduzning kesilib bo'lsa yoki o'lsa, yerga tushgandan keyin kuyib ketadi ekan. Mening fojiali hikoyalarni anlig'im yo'q. Ag'riq yulduzlardan bir nechasining taliga kelib suvga tushib ketibdi. Kesilib saqayib, oxiri yulduz baliq aylanib qolibdi. Keyinchi? Keyin tuqqanlari kelib ularni ep ketibdi. Ular cho'ng bo'pti. Lekin yulduzlar dunyosida bir ming yulduz degan dushman bo'lib, u askar avatib yulduz balaning yulduzlar dunyosiga qaytish yo'lini to'sib olibdi. Agar tuqqanlari qutqizib ketishning oldida yulduz balalarni ming yulduzdan kishilar tutib ketsa, ular mangu g'oyib bo'lib ketadi ekan. Ming yulduz bekas tushgan. Hey, ochiqlanma. Bu mushatira tutar qolgan bir rivoyat. Endi yaxshi bo'ldi. U tutashdi. Nima degan qiziq. Ne? Ha? Sen neymiş ki bana daim helişirsin? Hey, yol tutuşulgan bo'ldi. Bayım He. Sen meni saqlavattamsan? He. O toshning keyinda sen meni qopib qopdi. Uning bilan so'qishib qoldingmi nima? Sami! Men sening mukvaga yeringni bildim. Bana ayna şu şeygen kim? Tez gel. Sen neymiş qıvatsa? Boshqalarning hammasi yo'lga chiqdi. Semi, sening sug'uchi miladigan yangi kiyiming qani? Akşam kim o'g'irlab oldi kenta? Kentda o'g'ri yo'q tursa, qog'i ep qochgan o'xshamamdi, ha? Oye, o orantasi olgan yangi kiyimdi. Kimning o'g'irligini men bilmayman. Biz zaten neymişligini ko'rib baqaylik. Birinchi biliqni kimning oldiga qo'yamiz? Hey, qara! Pah, nima degan cho'ng? Buni kiyimining oldiga qo'ysak toz yaxshi bo'lg'idek. Semi, biliqni menga tashlab ber. Ko'rib baqamsan? Ala mana. Ojan. Nerede olmasın bak ya? O çokum sual bastı. Çak qilma, xato ko'rib qopsachimi? Yo'q, men rostini ko'rdim. Majinimni men qaytirib beringlar. Kechiringlar, mendan qo'rqmanglar. Men majinimni izlab kelgan. Sami, olmasının ishki puti bo'lmaydi-jimi? Men oshmajan orqali dadam bilan aloqalasha oldim. Sening deganing bo'sh yo'q deymi? Ola mana. Men bu marjanni o'g'irlamagan, lekin sen mening cho'milish kiyimimni o'g'irlabsan. Kiyvag'inim mening kiyimim. Chaqqan sep berver. Kechirgin dadam kelgan sen qaytirib beraychi. Dada, tezroq keling. Men yulduz bola. Men bu yerda. Men tihi hayot. Dada. Dadam javob beryapti, anglagansizlar? Omi sen o'xshash aynak o'ynashni yaxshi ko'rdiganda? O aynak emas. Suizish kiyimini cho'qim sen qaytirib beraman. Meni ko'yganligingni boshqalar aytma. Agar men yulduz bilib qolsa chatoq bo'ladi. Imnavatsa, uni matiz qaytirib ber. Voy o'g'ri, qechib ketmoqchimisan? Boyim 30 qo'g'layli.
u nerga ketdi? Ana ayakta o mening kiyimimni yeb qochdi. Bo'ldi, yig'lama, qaytarib beraman dedi-ku. O ahmoq uning gapiga ishondingmi? Uni tez tut. Yulduz bola so'zishga ajab ustika. Uning dadasi uni cho'qqim yulduz orasiga ip ketadi. U yana nihoyatda chiroyli bir yulduzga aylanib, osmonda nur sochadi. Qandoq dedim, Inbi? Dadasi bilan tezroq ko'rishsa bo'ladi. Bo'lmasa men yulduz. Uning bu yerligini bilib qoladi. Tez mininglar. İşlerimiz joyida bo'lsin desanglar, onimiz uchun tilovat qilinglar. Baloyi ofatdan saqlanayli desanglar, onimiz uchun isiriq sevinglar. Tez mininglar. Baloyi ofatdan saqlanayli desanglar, onimiz uchun isiriq sevinglar. İşlerimiz joyida bo'lsin desanglar, onimiz uchun tilovat qilinglar. Tez mininglar. Yang tog'amning uyiga yana farishtalar keldigan bo'ldi. Yang tog'amning kesili saqlaydigan bo'ldi. Perxun kasal davolayamdi. Doktor davolayamagandan keyin Perxun chaqirmay amal yo'q-da. Tez mininglar. İşlerimiz joyida bo'lsin desanglar, onimiz uchun tilovat qilinglar. Baloyi ofatdan saqlanayli desanglar, onimiz uchun isiriq sevinglar. Tez mininglar. Men mushundoq tez haydashni yaxshi ko'raman. Bundoq tez haydasang, men yulduzni qanday ko'ra olamiz? Bo'ladi, biz kuzatib boqayli. Men yulduzning odamlari qandoqdi, ha? Ularning ayrim belgisi yo'qdi. Ular cho'qqim alvosga o'xshaydi. Qandoq dedim? Sening deganing xato. Ish undoq oddiy emas. Yomon odamlarning hammasi sat, yaxshi odamlarning hammasi chiroyli bo'lavermaydi. Tata, tez keling. Opamni, do'stlarimni sog'inib ketdim. Men ming yulduzning meni qaslishidan qo'rqaman. Ha, u kim? U oldin kentdagi Baymo'g'a deyman. Uning aynak o'ynayotganligini ko'rgandim. Ha, uning qo'rqmay meni tavalligimni ko'rganda qaranglar, to'xtatdi. Ey sen! U qo'rqib qochib ketdi, ha? Oldin kentdagilarning hammasi to'q yuraklar. Yulduz balını yoktunla. Berip yulduz balını yoktunla. Dadamın qo'rqyapti mı?
Hammanglar bu yoqqa kelinglar. Cihat ağa, Kesleringiz yaxshi bo'lib qoldimi? tağa saqaydingizmi? Xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Xo'shallanarli ish bo'pti. Sizlar bir notunish qizchaqni ko'rdinglarmi? Ha? Matumuş kızcak. U sizning biror narsangizni o'g'irlab olganmidi? Sen onu ko'rdingmi? U qayoqqa ketdi? Tarafga ketdi. U yana texminan so'zish kiyimimni o'g'irlab oldi. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlar tushib ketib, kiyiminglarni menga beringlar. Lekin biz bilet tutqilib bordigan tursak. Vaqt qolmadi, tez tushib ketinglar. Chintag'asiz, qalaymi qadishqimman? Yulduz balını yo'qdinglar. Yulduz balını yo'qdi men. Yulduz balını yo'qdi men. O yıldız balığı ziyan saladigan ne qiladi? Tez berip çoğunlarını çakırıp geleyli. Nega ularning hammasi uylarida yo'q tursa? Ömsü qandoq qilamiz? Tez berib yıldız balığı xabar qilayli. Lekin kimi yo'q tursa? Mataratikka yaqin yo'l bilan mangimiz, men bilanman. O yerdagi bolalar bizni o'tkazmaydi. Yıldız balığı xadarda qoldi, boshqalarga karimiz bo'lmasin. Can tağının kesli tek saqaymagan tursa, onun qarşı başqaçılığı. Men yulduz balını o'ltirib yutaman. To'xtanglar. Bu yerdan o'tishga bo'lmaydi. Neri turish, biz odam qutqizg'ili boramiz. O gap bilan odam qo'rqatmoqchi. Buni da qo'rqmaymiz. Sizlar bizni o'tkazib yetdinglar. Tumi, tez qoch. Yıldız balığı, tez qoch. Bir seni öldürmekçi. Oy 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 oy. Ay. Bo'ldi, urushmanglar. Sizlar menga ozroq yordam qilsanglar qandaq. Sizlar bir qizchaqni ko'rdinglarmi? U mening qizimdi. Au, xadı taşın üstüde. O yer bexatarlik. Qaysi toshning ustida? Ben bilemeyim. Mening qizim omon eson bo'lsa bo'ladi-ku. Yulduz bala, endi sen qaçamaysan. Qizinglar. Sen mening van yulduz bilan ko'rishsan. Unda qilmang. Tog'a, unda qilsangiz bo'lmaydi. Unda qilmang. Balam! Qo'lingni tap, mening qizimga chekilg'uchi bo'lma. Endi sen uni yulduzlar dunyosiga ip etamaydigan bo'lding. Tata. Balam! Sen bak kechikding, bak kechikding. Tangrim. Ben senin gözünü kargı kıp koyman. Balam! Sizga taqdim shafqatchim. Sen mening bu majani yaxshi ko'rdiganligimni qandoq bilding? Sana so'zlish kiyimimni beray. Balam, biz sizlarning qilganinglarni mangu unutmaymiz. Hayır hoş dağa. Men sizlarni doim eslayman. Ularning cho'qim kiyimisini bizga ko'rsatkisi kelmayotidi. Çokum bir sebep var. Ularning kiyimisi yulduz balning dadisi o'xshash qoldi-ku deyman. Tabii, kara. Maymu, Simi, men cho'qim sizlarni ko'ygili kelaman. Xo'sh, xo'sh. Yulduz bala, xo'sh, xo'sh. İyilik Cihat ağa, menvan yıldızın qasdiga uçurab ketgan bo'lishi mumkin. Qandoq dedim inbi? Ha? Uning qasdi axir tegashdi. Baymo bilan Sami ikki kishining jinni qutqizib qoldi.